Donald Trump Amerika hayotini qay ahvolga olib kelganligi, trak haydovchilar va boshqalar nimaga ko'chaga chiqishdan qo'rqib qolishdi. Ya'ni Donald Trump aytmoqchi bo'lgan gap shunaqangi bo'lyaptiki, hozirgi urushlarni to'xtataman, bu narsaga chek qo'yaman deb Make America Great Again, immigrantlarning oqimini to'xtatish, o'z-o'zidan salkam Amerika fuqarosiga aylanasiz. 2025-yilda Meksikani 320 kilometrlik, ya'ni aqlli devor tizimi ishga tushirildi. Keyingilari ICE tashkilotiga reydlar o'tkazish uchun polniy dostуп berib qo'ydi. Hozirga kelib 50 mingga yaqin odam hibsda saqlanayotganligi ma'lum qilingan. Mashinalarni ko'chada to'xtatib olib ham tekshirish imkoniyatiga ega. Shuning uchun ham hozirgi kunda hamma qo'rquvga tushib qolgan va deportatsiya qilib o'z yurtligiga yuborishadi. Eslaydigan bo'lsangiz, 2001-yil 11-sentyabrda Amerikada ko'pgina o'zbeklarni trakdan tushishga majburladi. Tramp bu qonunchiligi o'zbeklarga ta'sir qilgan joyi, ya'ni o'z vatanlariga qaytarib yuborish bilan shug'ullanadi. Ularga qo'shimcha 40 mingdan ortiq ishchilar jalb qilingan va Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Diyor Abduvohidov. Bugun sizlar bilan Donald Trump Amerika hayotini qay ahvolga olib kelganligi, saylov oldi qanday va'dalar berdi-yu va qay birlarini bajardi, shularni ko'rib chiqamiz. Ayni bugungi kunda Amerikaning immigratsiya siyosati qay ahvoldaligini, trak haydovchilar va boshqalar nimaga ko'chaga chiqishdan qo'rqib qolishdi va kelajakda Amerikada immigratsiya siyosatida qanday o'zgarishlar kutilayotganligini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Xullas, sizlar bilan bugun jiddiy mavzular haqida gaplashamiz. Video qiziqarli bo'lib va boshqalarga tezda yetib borishi uchun albatta hoziroq like bosib qo'ying va izohlarda o'zingizlarning fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Va albatta obuna bo'lish esdan chiqmasin. Donald Trampni saylov kampaniyalari namoyishlar uyushtirganligida har doim bitta gapni qayta va yana qayta aytishgan. Ya'ni bu gap Trampni saylovchilari orasida shunaqangi ommalashib ketganki, buni hamma Trampni ovoz beruvchilari shior ham qilib olishgan. Ya'ni bu nimaki? Make America Great Again. Ya'ni Amerikani yana qayta buyuk davlat qilamiz degan shior ostida olg'a surib saylov oldi namoyishlarni uyushtirishgan. Donald Trampning va'dalari asosan 3 ta yo'nalishda berilgan edi. Donald Trampning birinchi bergan va'dasi milliy xavfsizlik va chegara nazoratini kuchaytirish. Bilasizlar, Amerika Meksika bilan chegaradosh va Meksikadan kirib keladigan immigrantlar oqimi har yili 2 milliontadan ko'p bo'lib kelgan. Va Donald Trump shu narsani boshladiki, Meksika bilan Amerikaning o'rtasidagi chegarada shu devorlarni qurishni davom ettirish bo'ldi. Donald Trump yana bir qotgan ishi immigratsiya tizimini butkul qayta ko'rib chiqish. Ya'ni ICE'larga shunaqangi topshiriq berilganki, ularga qo'shimcha 40 mingdan ortiq ishchilar jalb qilingan va ICE'larning vazifasi Meksikada Amerikaga kirib bo'lgan immigrantlarni topib chiqish va ular qay holatda dokumentlarini to'g'rilab olishganmi yoki hali ham chala holatda turibdimi? Chala holatda turgan bo'lsa, ularni o'z vatanlariga qaytarib yuborish bilan shug'ullanadi. Donald Trampning eng ko'p muhokama qilingan va'dalardan biri Amerika ichki bozorini, ya'ni ishlab chiqarish tizimini qayta tiklash bo'lgan. O'sha payt Apple, Amazon, General Motors kabi gigant kompaniyalarga murojaati shunaqangi bo'lganki, ishlab chiqarish tizimini Amerikaga olib kelishligini aytgan. Ya'ni Donald Trump aytmoqchi bo'lgan gap shunaqangi bo'lyaptiki, Amerika texnologiyasi Xitoyda emas, Amerikani o'zini ichida bo'lishini qayta va yana qayta aytgan. Bu orqali Donald Trump erishmoqchi bo'lgan narsa, ya'ni nimaki? O'rta qatlam insonlar uchun ish o'rinlarini ko'plab yaratish va bundan keyinchalikda Amerikaning ichki bozorida, ya'ni har bir mahsulot, Amerikani buyuk qilib turadigan mahsulotlar imminda Amerikada ishlab chiqarilgan. Ya'ni nimaki? Made in America bo'lishini xohlagandi. Uchinchi berilgan va'dasi, ya'ni bu boylar uchun va investorlar uchun premium takliflar. Bilasiz, Trump Gold Green kartasini joriy qildi. Boshida 5 million dollar qilib qo'ydi, hozir adashmasam 1 million dollarlarga ham tushirib qo'ydi. Ya'ni bu nimani beradiki, agar pulingiz bo'lsa, shu narsani sotib oling va bu sotib olish ham qanaqa? Bir narsani sotib olish emas, ya'ni Amerikaga investitsiya ila pul kiritish bo'ladi. Ya'ni 1 million dollar, adashmasam 1 million dollar edi. 1 million dollar o'sha Trump kartasiga to'lov qilasiz, investitsiya qilasiz va siz o'z-o'zidan salkam Amerika fuqarosiga aylanasiz. Bu imminni boylar uchun, puli ko'plar uchun, investorlar uchun ajoyib imkoniyat emasmi? Tushunishimiz kerakki, Donald Trump o'zi biznesmen, juda katta biznesmen. Ko'p bizneslarni qilgan va qilib kelyapti. Buni orqasidan mo'maynigina daromad Amerika uchun ham va o'zi uchun ham albatta. To'xtaylar, yana bitta va'dasi esimdan chiqibdi. Bu narsani
qaysi nomerga qo'yishni ham bilmadim o'zi aslida. 4-chigami, 1-chigami, lekin eng asosiy bergan va'dalardan biri bu dunyoda ketayotgan hozirgi urushlarni to'xtataman, bu narsaga chek qo'yaman deb va'da bergan edi. Va bu va'dasini ustidan etapma-etap qandaqadir ma'noda harakat qilyapti. Butkul amalga oshirdi deb aytolmayman, lekin harakati bor. Ya'ni hozirgi kunda bilasizlar, Ukraina, Rossiya, Izrael, Falastin bilan o'tgan o'rtadagi noxush holatlarga tochkasini qo'yaman deb va'da bergan. Keling endi ko'rib chiqamiz, Donald Tramp shu salkam 1 yil davomida Amerikada bergan va'dalarini qay birlarini amalga oshira oldi-yu, qay birlarini hali amalga oshirmadi. Shu narsalar haqida gaplashamiz. Tramp hokimiyatga kelganining ilk oylardayoq o'zini bergan va'dalarini amalga oshirishga kirishib ketdi. Amalga oshirish to'g'ri, oson bo'lmadi. Bu juda ko'p tanqidlarga uchradi boshida, lekin etapma-etap bu narsani yo'liga qo'ydi. Ya'ni shu boshda aytib o'tganimizdek, milliy xavfsizlik, chegaradagi zaif joylarni, shu narsalarni kuchaytirish bo'yicha, ya'ni immigrantlarning oqimini to'xtatish va immigrantlarning oqimini to'xtatish bo'yicha natijaga erisha oldi deb ayta olamiz. Kelinglar birinchi o'rinda Trampni ishlab chiqarishga qaytarish bo'yicha qilgan ishlarini ko'rib chiqamiz. Tramp 2024-yil oxirida Amerikaning gigant kompaniyalariga bosim va rag'bat siyosatini qo'lladi. Buning natijasida Apple ishlab chiqarishi 25% ni Xitoydan Amerikaga ko'chirish ishlarini boshladi. Ford va General Motors Meksikadagi ishlab chiqarishlarini qisqartirib, Amerikada katta zavodlar ochishga kelishishdi. Tesla esa Texas va Oklahomadagi ishlab chiqarishlarni kengaytirdi. Va shuning natijasida oxirgi salkam 1 yillikda 600 mingdan ortiq ish o'rinlari yaratildi. Donald Trampning keyingi qilgan ishi investitsion immigratsiya dasturini yo'lga qo'ydi. Bu aytganimdek, Tramp 2025-yilda Gold Card va Trump Card vizalarini joriy qildi. Bu orqali $1 million investitsiya kiritgan investorlar 6 oy ichida yashash uchun ruxsatnomasini olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Donald Tramp bu tuzumni AQShga foyda keltirgan inson, amerikalik bo'lishga loyiq deb atadi. Endi keyingi qilgan ishlariga o'tadigan bo'lsak, chegaradagi zaifliklarni tuzatish bo'yicha 2025-yilda Meksikaning 320 kilometrlik chegarasi qayta tiklandi. Ya'ni aqlli devor tizimi ishga tushirildi. Bu tizimda dronlar, sensorlar va sun'iy intellekt orqali noqonuniy kesib o'tishi oldini olishni yo'lga qo'ydi. Undan tashqari, chegaradagi devorlarni qop-qora rangga bo'yashi buyurdi. Ya'ni bu nimagaki, quyosh qora rangi juda ham qattiq qizdiradi va chegarani oshib o'tgan, kezib o'tayotgan immigrantlar uchun bu juda katta qiyinchilik keltirib chiqaradi. Keyingilari ICE tashkilotiga reydlar o'tkazish uchun polniy dostуп berib qo'ydi. Buning oqibatida hamma immigrantlarni mazasini qochib tashlashdi. Bu operatsiya Illinois, Chikagoda juda qattiq boshlandi. Birinchi 2 haftani o'zida Chikagoda 500 ga yaqin odamning o'zi hibsga olindi. Hozirga kelib 50 mingga yaqin odam hibsda saqlanayotganligi ma'lum qilingan. 23-sentyabr natijalariga ko'ra 2 millionga yaqin muhojir deport qilingan. Ulardan 1.6 millionga yaqini o'z xohishi bilan Amerikani tark etgan. ICE tashkilotiga shunaqangi imkoniyat berilganki, любой joyga, любой vaqtda bostirib kirish, ya'ni siz ishxonadamisiz, uydamisiz, bekin olganmisiz, qochganmisiz, ularning vazifasi sizni ushab yokida hibsga olish yokida imkon darajasida Amerikadan chiqarib yuborish. Lekin Illinois gubernatori va Chicago meri Trampga bu siyosatga qarshi chiqishdi. Chunki bu juda me'yordan o'tib ketganligini ta'kidlashdi. Sababi Chicagoda shunaqangi maqom borki, Chicago bu boshpana, ya'ni juda ham ko'p qochoqlarni o'zida saqlovchi joy deb hisoblanadi. Illinois immigrantlar uchun yana bir plusi, Illinois ICEga odamlar haqida umuman ma'lumot bermaydi va shunaqangi qonuni borki, ICE uncha-muncha odamni ko'chada nagli to'xtatib olib kirib keta olmaydi. Ularda bir qanaqadir asos bo'lishi kerak sizni olib ketish uchun. Ko'pchilikni boshpana qilib Chicago, Illinoisga borishlaridan sabablardan biri ham shu bo'ladi. Shuning uchun ham Tramp ICE tashkilotini qo'llab-quvvatlash uchun Chicagoga 500 dan ortiq milliy gvardiyani yordamga yubordi. Shunishingiz uchun Amerikani hamma shtatlari alohida davlatga o'xshaydi. O'zini qonuniyati bor, o'zini tizimi bor va ular Tramp ustidan federal sudga ariza qilishdi. Sudya 14 kunga shaharga kirishni to'xtatdi. Bu tashkilot mashinalarni ko'chada to'xtatib olib ham tekshirish imkoniyatiga ega. Agarda ko'chaga chiqadigan bo'lishsa, hibsga olishadi va deportatsiya qilib o'z yurtligiga yuborishadi. Shuning uchun ICE tashkiloti o'zi qanaqaligini men sizga hozir tushuntirib beraman. Eslaydigan bo'lsangiz, 2001-yil 11-sentyabrda Amerikada egzak binolarga terakt uyushtirilgan.
Aynan shu holatdan keyin 2003-yili ICE tashkilotiga asos solingan. ICE tashkilotining 3 ta asosiy vazifasi bor. Birinchisi noqonuniy muhojirlarni aniqlash va ularni deportatsiya qilish. Ikkinchisi odam savdosi, narkotik va noqonuniy qurollar va kontrabandani oldini olish. Va uchinchisi immigratsiya qonunchiligini buzganlarni nazoratga olish. Tushunishingiz uchun ICE va politsiya bu alohida tashkilotlar. Mahalliy politsiyani qiladigan ishi jinoiy ishlar va mahalliy xavfsizlikni ta'minlash. Faqatgina jinoyat sodir etganlarni ushlaydi va shtat va shahar hukumatiga bo'ysunadi. ICE esa immigratsiya va bojxona nazorati bilan shug'ullanadi. Noqonuniy immigrantlar va immigratsiya qonunchiligini buzganlarni ushlaydi. ICE tashkiloti Washingtonga to'g'ridan to'g'ri hukumatga bo'ysunadi va faoliyatini butun AQSh bo'ylab olib boradi. Endi bizga achinarlisi keladigan bo'lsa, bu o'zbeklarni chetlab o'tmadi va albatta ko'pgina o'zbeklarni trakdan tushishga majburladi. Tramp bu qonunchiligi o'zbeklarga ta'sir qilgan joyi, ya'ni hozirgi kunda nima ishda ketyapti? Siz agarda green cardingiz bo'lmaydigan bo'lsa, siz trakka chiqa olmaysiz. Даже CDL, ya'ni trakka tegishli bo'lgan pravani ham green kartasi bor. Dokumentatsiyasi, dokumentlar to'liq bo'lgan insonlar uchun joriy qilib qo'yishdi. Beraman deb qo'yishdi. Hozir dokumenti to'liq bo'lmagan insonlar umuman trakka o'tirish olmaydi. Bizda meni xizmatimda shunaqangi holat kuzatilindiki, bir o'zbek inson trak haydab ketayotganda politsiya to'xtatdi. Inspection bu holatiga tushdi. Inspection holatida u haydovchini, ya'ni o'zbek trak haydovchisini hujjatlari to'liqmasligini ko'rib, shunchaki uni hibsga olib, qamoqqa tiqib qo'yishdi va kompaniyaga telefon qilib, trakking falon joyda, trakkingni olib ket, haydovchini biz hibsga oldik deb shunchaki ma'lum qilishdi. Hozir trakka o'tirish shunaqangi qiyin bo'lib qoldiki, siz ingliz tilini bilishingiz kerak, dokumentlaringiz to'liq bo'lishi kerak va nimani qatdan qanaqa olib ketayotganligingizni aniq-tiniq bilishingiz kerak. Oldin bu narsalar qanaqadir ma'noda osonroq edi. Siz ingliz tilini bilmasangiz ham, qatdan qanaqa nima narsa olib ketayotganligingiz haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasangiz ham, ishlab yurish imkoniyatiga ega edingiz. Noyabr oyini oxirlarigacha testiy rejimda yo'lga qo'yishdi. Ya'ni bu narsa Amerika foydasiga ishlaydigan bo'lsa, doimiy tarzda qo'llash. Agarda Amerika foydasiga zarar keltiradigan bo'lsa yoki bir qanaqadir salbiy holat bo'ladigan bo'lsa, bu qonunchilikka atmay qilishi yo'lga qo'yishadi. Ya'ni hozirgi kunda aytganimdek, o'sha dokumenti to'liq bo'lmagan insonlarni juda kuchli nazoratga olishgan. Dokumenti to'liq bo'lmasa, ingliz tilini bilmasa va nima ishni qanaqa qilayotganligi haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmasa. Shu narsani maslahat berardimki, noyabr oxirigacha agarda siz dokumentlaringiz to'liq bo'lmasa, jimgina uyda o'tirishingizni yoki uyda o'tira olmayotgan bo'lsangiz, bir alternativa, bezopasniy bir ish qilishingizni tavsiya beraman. Trak hozir variant emas, juda ko'pchilikni qiynab qo'yapti. Biza dokumentda to'liq bo'lmagan insonlarga albatta yordam bera olmaymiz, lekin ingliz tilini bilmaydigan insonlarga qo'limizdan kelgan sari inspektor xodimi tomonidan qanaqa savollar bo'lishi mumkin, nechta savollar bo'lishi mumkin, qanaqa tarzda amalga oshiriladi, o'sha narsalarni analiz qilgan holatda ingliz tilini bilmaydigan haydovchilarimizga qo'ldan kelgancha maksimum yordamimizni beramiz. Agarda video yoqqan bo'lsa, albatta layklarni bosib qo'yinglar va Amerika hayoti bo'yicha sizlarni nimadir qiziqtirayotgan bo'lsa, albatta izohlarda fikringlarni kutib qolaman. Qayerdadir nimadir qandaydir noto'g'ri yoki bir aniq bo'lmagan ma'lumot berib qo'ygan bo'lsam, bu narsa uchun avvalambor uzr so'rayman. Va sizlarga ishonchli ELD tizimi kerak bo'ladigan bo'lsa va sizlarning yoningizda har doim ko'maklashib turadigan ELD tizimi kerak bo'lsa, albatta murojaat qiling. Bu narsani biz sizga chiroyli va yaxshi narxlarda taqdim qilamiz. Va albatta keyingi videolarda ko'rishguncha